Navbatdagi suhbatdoshimiz bor. Ular haqida mana shu adabiyotdagi yangiliklar, bugungi kunda olib borilayotgan mana shu yangiliklar haqida gaplashamiz va ularni tanishtirib o'tamiz. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi. Shu bilan birga mashrabshunos, tadqiqotchi olim Yusufjon aka Alixonovni studiyamizga taklif qilganmiz. Ular bilan yaqindan tanishib olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizga yaxshi kelibsiz. Yaxshimisiz Yusufjon aka? Rahmat. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Xudoga shukr, rahmat. Mana bilamiz, aynan o'zbek adabiyoti durdonalari juda ham bir yirik vakillari mavjud. Aynan Boborahim Mashrab ham mana shunday yirik durdona bir adabiyot namoyandalarimizdan biri hisoblanadi. Keling, dasturimiz avvalida, mana shu suhbatimiz avvalida mazkur adib haqida bir ma'lumot berib o'tsangiz. Rahmat, salomat bo'linglar. Boborahim Mashrab 1640-yilda 22-mayda Namangan shahrida tug'ilganlar. Shuning uchun na malakman, na farishta, men ham odam naslidan, men tavalludu o'shal farzandi Namangoniman deylar. Aytib ketganlar. Shuning uchun may oyi Boborahim Mashrab tug'ilgan oylari. Bu hammamizni tug'ilgan oyimiz. O'zbekiston xalqini tug'ilgan kuni. Bu Boborahim Mashrab tug'ilgan kuni, hammamiz tug'ilgan kunimiz. Deb may oyini bayram qilamiz va shunga hamohang ravishda mana bizda gullar bayrami ham may oyida bo'layapti hozir. Qarang, Boborahim Mashrab tug'ilgan kunlari ham may oyida, bizning gullar bayramimiz ham may oyida bo'layapti. Shuning uchun biz juda vodiy xalqi, Namangan xalqi hozir xursandmiz. Boborahim Mashrabning hikmatlarini, hayotlarini, ijodlarini yoshlarga bir targ'ib qilib, demakki Boborahim Mashrabning hayotlari, yo'llari va yoshlarga qilgan nasihatlari biz jamiyatimizni yoshlarning tarbiyasida Boborahim Mashrab vasiyatlari, g'azallari suv bilan havodek zarur. Hozir biz jamiyatimizni ham agar fozil odamlar shahriga aylantiradi shuni xohlasak, Boborahim Mashrab hikmatlari bilan yoshlar qalbini yuvib, yoshlar qalbini oziqlantirib berishimiz kerak. Juda ham to'g'ri. Shunda jamiyatimiz shod boshqa jamiyatga aylanadi-da, o'sha Farobiy orzu qilgandek fozil odamlar shahriga aylanadi. Boborahim Mashrab Namanganimizning faxri gavhari. Namangan shahrini toji desak ham bo'ladi Boborahim Mashrab. Shuning uchun bularni hayot yo'llarini, ijodlarini yoshlarga, demakki biz tariximizni kim tarixini bilmasa deylar, yoshidan qat'iy nazar u yosh bolaga o'xshab qoladi. Biz kimlarni avlodimiz? Ibn Sinolar, Alisher Navoiylar, Boborahim Mashrablar avlodimiz. Bularni ijodi va tarixini albatta yoshlarga biz kattalar, o'sha shoirlar, faxriylar, o'qituvchilar biz yetkazib, bu yoshlar haqqini biz ado qilishimiz kerak. Demak, jamiyatimiz qanchalik odobga, axloqqa erishgan bo'lsa, oilamiz mustahkam bo'ladi. Oilamiz farovonligi, jamiyatimiz taraqqiyoti mana shu axloq, odob, ilmga bog'liq. Bizning ulug'larimiz, bizning ajdodlarimiz dunyoga dars bergan, dunyoga ilm o'rgatgan, dunyoga odob o'rgatgan, dunyoni boshqargan avlodlarni biz vakilimiz. Biz yoshlarga shundoq vatanparvar qilib, demak, o'sha vatanini sevuvchi qilib, bir shijoatlik, g'ayratlik qilib tarbiyalashimiz uchun yoshlarga bu hikmatlarni albatta ularni qalbiga yetkazishimiz kerak. Juda ham ajoyib, demak, suhbat bo'ldi. Demak, Yusufjon aka, aynan mana shu Boborahim Mashrab g'azallarini o'qigan inson bevosita dunyoga yangi ko'z bilan qaraydi. Albatta. Va mana shu adabiyotga mehri to'laqonli oshib ketadi desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki uni o'qigan inson Boborahim Mashrab g'azallarini his etadi. Va shunday bir yozilganki, uni o'qigan insonni qandaydir alohida bir lug'atlarga qarashi mumkin yoki uni g'azalni tushunish uchun kimgadir murojaat qilishi mumkin, lekin o'qib ketayotgan insonning qalbida baribir bir narsa jo'shaveradi. Nima uchun aynan Boborahim Mashrab g'azallari bu qadar oshqona? Bu savolga qanday javob berasiz? Oshqona deb bizda
oshiqona bo'lishini sababi bor-da. Bobo Rahim Mashrab onalardan tug'ma vali tug'ilganlar. Bu tug'ma vali degan nima so'z? Bizda hozir tasavvuf ilmini yoshlarimiz ko'p tushunmaydi, ilgari o'qitilmaganda endi bu fannida. Bobo Rahim Mashrab ruhlari o'sha vahdatit vujud Allohning jamolini bir zarrasini ko'rganlar. Shuning uchun vahdat mayidin ichkoni keldim degan bir g'azallari bor. Buni lug'aviy ma'nosi o'sha vahdatit vujud tug'ilmasdan ilgari ruhlari ko'rgan. Shuning uchun o'sha ruhga intilib, talpinib, yana o'sha ruh jamolli ishqida oshiqona endi g'azallar yozganlar. Bir ikkitasini men o'qib beraman shu. Mayli? Sizlarga qarang. O jamoling ko'rgizib, ming jilvalar qilgaymisan? Umrim xirmonining ishq o'tida yoqqaymisan deylar. Hali ishqda endi. O yuzingni ko'rsatib avval o'zingga bandalar qilding, ko'rganlar-da, ha? Qarang. Yana bir bor ko'ray desam, qo'lingni pardalar qilding deylar. Bir yushqin, ha? Ko'rsat jamoling mastonalarga. Ishqingda kuygan parvonalarga, Mashrab senidek kechdi jahondan boshingni qo'ydi ostonalarga deylar. Ana yana bittasi keladi endi. Devona Mashrabingman, ishq o'tida kuyarman, parvonadek ul o'tdin, o'zini ayirsa bo'lmas deylar. Qarang. Hammasi o'ynaqa, jo'shqina. Albatta. Ko'rdim yuzingni devona bo'ldim, aqli shundan begona bo'ldim. Yumdim ko'zimni sendan bo'lakdan, kechdim baridin rindona bo'ldim deylar. O'qigan saringiz o'qigingiz keladi endi oshiqlikni. Ko'rsat jamoling, ko'rsa ko'tarsang pardaning nogoh, yuzingni bir ko'ray derman. Jamolingga nazar solib, ki husningga to'yay derman. Mana bu oshiqona g'azallar, o'sha jamolni yana tusab ko'ngillari. Shuning uchun tasavvuf deylar, bir yo'l deylar-da. Go'zal axloq bilan bezanish va yomon xulqlardan tozalanish deylar. Tasavvuf yo'lida. Ikkinchisini aytadilarki, tasavvuf avval ilm, o'rtasi amal, keyingisi ehson oxir deylar. Demak, ilmi bo'lsa-yu amal qilmasa, u ham bekor-da. Demak, amal qilib hammasini yiqqanidan keyin ilmingni ham xalqqa chochgin, topgan boyligidan ham xalqqa manfaat yetkazgin. Bittalar-da. Shuning uchun tasavvuf, qara uchinchisi aytadilar. Tasavvuf hammani rozi qiladigan go'zal xulqlar yig'indisi deylar. Demak, faqat yaxshi bo'lish ekan. Shuning uchun adabiyotda shunaqa yo'l, ikkita yo'l bor-da. Bittasi Farhodning yo'li, bittasi Majnunning yo'li. Farhodning yo'li saf deydi. Aql ustun, sho'rlik ustun deydi. Bu saf yo'li Farhod. Hali suv chiqardi-ku tog'lidan keyin va xalqqa manfaat yetkazdi. Endi ishq yo'li, Majnun yo'li, Bobo Rahim Mashrab yo'llari bu qalb ustun, sukur deydi buni. Demak, qalb qaqqa boshlasa, demak, qalb bilan yaratganni tanib va tanitib xalqni to'g'ri yo'lga boshlash bilan yo'llari-da. Shuning uchun faqat tasavvuf deylar, faqat jo'namoz va tasbih va firqa ila hosil bo'lmas ekan tariqat. Tariqat deganing bilsang ayoq do'st, bu xalqqa xizmatdir. Xalqqa qancha xizmat qilsangiz, demak shuncha Allohni rozi qilasiz degan mazmun kelib chiqadi bunda. Albatta. Xo'p. Endi Bobo Rahim Mashrab shulardan keyin endi agar deylar qalbing toza bo'lsa deylar. Sanda yuzing chiroyli, oq yuzli bo'lsan, qora ko'sh bo'lsan, qora qosh bo'lsan-ku, qalbingda hasad, manmanlik, kibrlik bo'lsa, uhsundan deylar, senga ham, oilangga ham, jamiyatga ham foyda yo'q deylar. Sen qalbing toza bo'lib, kibrlikni tashab, manmanlik tunini yechib, kamtarlik tunini kiysan deylar. Qalbingda odob bo'lsa, hayo bo'lsa, ana u go'zallik deylar. Qalb deylar, shundoq narsaki deylar, inson deylar, shu qalbi toza bo'lsa ham, qalbi toza bo'lib odobli bo'lar ekan, ham tili shirin bo'lar ekan. Shuni biz
Shunaqa insonlarni biz yaxshi ko'rar ekanmiz. Insonning qalbi toza bo'lsa, sharma hayot, odob, har bir sohada bir insonga namuna bo'lar ekanda. Endi odobli insonni tili ham shirin bo'lar ekan. To'ppa-to'g'ri. Nimaiki aytadilarki, tildan o't ham chiqishi mumkin, suv ham chiqishi mumkin. Sandan suv chiqsin deydi. Tildan asal ham chiqishi mumkin, zahar ham chiqishi mumkin deyiladi. Shuning uchun biz qalbimizni tozalab, Bobo Rahim mashrab hikmatlari bilan ozuqlanib, u bilan demakki qalbni yuvadigan narsa so'zda, shu hikmatlar yuvadi. Mashrab hikmatlari yoshlar qalbini yuvib tozalovchi, kibrlik, manmanliklarni chiqarib tashlovchi bir kuchga ega. Albatta, Yusufjon aka, mana juda ham to'g'ri ta'kidladingiz. Ayniqsa, mana shu so'z borasida gapirgan nutqingiz menga juda ham yoqdi. Bir tildan, endi til suyaksiz deymiz-ku, undan zahar ham, asal ham chiqishi mumkin. Shuni, masalan, ba'zi insonlar borda ko'p so'kinadigan, og'izdan mana shu yomon so'zlar ko'p chiqadigan insonlar bo'ladi va ular ba'zan o'zlari mana shu holatlarga kelishlariga afsuslanishadi. Og'zimni to'g'rilay olmayapman, yaxshi gapira olmayapman degan. Ularga men bir maslahat berganim. Kitob o'qing deganman. Inson qanchalik bilimli bo'lsagina, mana shu kitoblarni o'qib, undan bir tafakkur rivojlansagina, so'ng og'izdan shirin gap chiqishi mumkin bo'ladi. Va bir narsani unutmangki, doim so'zlarda mana shu yomon so'zlarni tilga olib so'kinadigan insonlar bo'ladi. Hech qachon kelajakda bir muvaffaqiyatga erisha olmaydi, chunki til insonni yuksallarga ko'taradigan ham va jarlikka qulatadigan ham bir omil desak mubolag'a bo'lmaydi. Bilasizmi, mana shu Bobo Rahim mashrab ijodini hammamiz yaxshi ko'ramiz. Ayniqsa menga naqlay radifli bir g'azallari bor. Juda ham menga yoqadi. Agar imkon bersangiz, mana muxlislarimizga o'shani o'qib eshtirsam. O'z hikmatlardan yoshlarga albatta unga ham albatta kelamiz, chunki dasturimizda suhbatimiz davom etadi. Albatta. Bu tani xokini yu ruhi ravonni naqlay. Bo'lmasa qoshimda jonon bu jonni naqlay. Yorsiz ham badosiz Makkaga bormoq ne kerak? Ibrohimdan qolgan ul eski do'konni naqlay. Urayin mu boshima 8 behisht u do'zaxin, bo'lmasa vasli menga 2 jahonni naqlay. Zarrayi nuri quyoshdek bu jahon ichra tamom, oshkori bo'lmasa sirri nihonni naqlay. Arshning kungo'rasin ustiga qo'ydim oyog'im, lomakondan xabar oldim bu makonni naqlay. Bir xudodan o'zgasi barcha g'alatdir mashrabo, gul agar bo'lsa qo'limda ul tikonni naqlay degan bir ajoyib demak naqlay radifli g'azallari bor. Juda ham ko'p muxlislarimiz mana shu qo'shiqni, she'rni yaxshi ko'rishadi, g'azalni yaxshi ko'rishadi va mana maktablarda ham biz o'qiganmiz va mazmunni tushunish osonroqda va muxlisni bir shunaqa so'zlar ishlatilganki, ichiga kirib, ichidagi masalan ba'zi his-tuyg'ularni uyg'otishga qodir bir so'zlar desak mubolag'a bo'lmaydi. Men shu bilan birga Bobo Rahim mashrabni mana yoshlarga bergan, mana siz aytgandek masalan tarbiyaviy jihatlari bor. Ular haqida gapirib bersangiz. Albatta. Endi biz hozir mana may oyida Bobo Rahim mashrab tavallud oylarini o'tkazyapmiz. Umuman olganda mana shu Bobo Rahim mashrabni nafaqat O'zbekistonda o'rganiladi, balki Yevropa mamlakatlarida ham o'rganiladi. Navbat unga ham kelamiz. Oldin Yevropani aytib, keyin oxirida bo'lmasa nasihatlarni aytaylik. Albatta, marhamat. Bobo Rahim mashrabni biz 300 yildan beri o'rgansak, Yevropada 150 yildan beri o'rganishadi-da. Yevropada Bobo Rahim haligi Giyoteni bir gap bor ekanda, agar shoirni o'rganmoqchi bo'lsam, uni yurtiga, shahriga bor dedi. To'ppa-to'g'ri shu. Shuning uchun bizni Namangan xalqiga ham bir mashrablik yuqqan, asli mashrab bir nimasidan, hammamizdan bir tehlimimiz bor, mashrabonada. Shular 1902-yilda Namanganga ekspeditsiya uyushtirishga, O'rta Osiyoga Bobo Rahim mashrabi hayoti va ijodini o'rgangan. Shunda 4 oylik ekspeditsiya 7 oyga cho'zilib ketgan ekanda. Yevropaliklar, o'sha Martin Hartman degan nemis olimi bizni Bobo Rahim mashrabi hayotlarini, ijodlarini o'rganib, bergan g'azallarni olib ketib, ular ham o'z adabiyotini va tarbiyasini Bobo Rahim mashrab g'azallari bilan boyitishgan ekan. Ular ham foydalangan ekanda. Hattoki ingliz tiliga tarjima qilib
Amerikada 1904-5 bundan 120 yil oldingi gapni aytyapman-da. Sharq qo'shiqlari musobaqasini o'tkazishgan ekan. Utah shtatida, Amerikaning Utah shtati. Albert degan o'sha bir qo'shiqchi, Alfredo degan qo'shiqchi. Alfredo. Bobur Rahim Mashrabov g'azallari bilan kuylaganda zal sehrlanib qolgan ekan. Buni kim yozgan, kimni so'zi deb hamma muhabbat bilan nima qilgan ekan. Shunda Turkistonlik Bobur Rahim Mashrab Namangoniyni g'azallari deb aytishgan ekan. Shunda butun saytlarga yozib Bobur Rahim ijodlarini 67 ta g'azallarni ular o'sha sharhlab tarjima qilgan ekanda o'sha vaqtida olib ketib bu yerdan-da. Shuning uchun fransuzlar ham qissai mashrabni tarjima qilib ular qissai mashrab demagan ekan sariq kitobning tevasiga. Nur taratuvchi darvesh deb Nur taratuvchi darvesh. Demak, kitobni o'qiganda Bobur Rahim Mashrabning g'azallarida xuddi suv toshni eritgandek insondagi yomon qusurlarni eritadigan bir hikmat bor, sir bor. Ana shu hali siz aytdingiz-ku, ba'zi o ko'p gapiradigan, befoyda gapiradigan insonlar Bobur Rahim Mashrab nasihatlarini o'zi o'qisa, o'zi qana qilib o'sha haligi nimadan forig' bo'lganini bilmay qoladi, o'sha nuqsonlardan, qalbdagi nuqsonlardan-da. Shuning uchun o'sha Yevropada ham o'rganishadi. Endi biz ham nimaiki ba'zida bir o'zimizning shahrimizdagi yo bir yo'l-yo'lakay bir safarga chiqqanda Namangan Bobur Rahim Mashrab eshitgan nomini qayda to'g'rilansa bilmaydi-da. Misol, u endi u bolalar aybi emas, bizning aybimizda. Biz ko'proq targ'ib qilib, o'zi jamiyatimiz kattasi ham, kichigi ham albatta tarbiyaga katta ham kichik ham muhtojmizda. Albatta. Shu tarbiya Bobur Rahim Mashrab aytarlarki, haliga nimada aytilarda, nimaga bularniki bir sehrlik deganda, haligi Rasululloh aytganlardek shariat aytganlarim, tariqat meni qilganlarim degan ekan. O'sha payg'ambarimiz aytganlarini qilganlari uchun bularning har bir so'zlari o'sha insonga bir sehr bo'lib, o'sha qusurlarni yuvib tashlaydigan, yutib yoradigan, xuddi haligi bir hassa yutib yoradi-ku bir ilonlarni, hali hikoyatda bor. Shuni singani Bobur Rahim Mashrabning hikmatlari ham insondagi qusurlarni yutib yo'q qilib yoradigan bir hikmat bor. Juda ajoyib o'xshatish bo'ldi. Shuning uchun mana bir ikkita nimalardan aytib beraman. Marhamat. Albatta. To'tiriksan senga aytay ey yaqin, murni ozori charanjir bo'lmagin. Agar sen hayot ekansan, bir kishi ko'nglini xuddi chamal chaqqancha ham ozor bermagin debdilar-da. Unaqa dil ozor bo'lmagin. Demakki, biz yaratgan hammasi xo'p. Osmon qo'lingdadir angushtlaring, nur bo'lsa ko'nglingni og'ritmagin. Agar dunyoni qo'lingda bir uzuvni singani o'ynatib turgan bo'lsang ham, odamlarni nazar pisand qilmasdan ko'nglini og'ritmagin deb nasihat qilibdilar-da endi. Demakki, odamlarga ozgina pul tushib, ozgina amal tegib qolsa, hech kim ko'ra olmay qoladi-ku, shunaqalarga nasihat qilibdilar-da, yumshoqlik bilan, qarang endi. Kimki haqning ne'matiga noshukrdir Mashrabo, noshukrlar qavmi oxir hamdami shayton bo'lur. Demak, biz ne'matlar ichidamiz. Kishi deylar, baxtliligini erishgani, baxtli bo'lish uchun qancha orzu, havaslarga erishganida emas deylar. Unga berilgan ne'matlar qiymatini anglashdadir deylar. Biz ne'matning ichidamiz. Ko'zimiz ko'rib turibdi, qo'limiz ushlab turibdi, oyog'imiz yuribdi. Biz ne'matning ichidamiz. Baxt deylar 10 qism bo'lsa 9 qismi salomatlik deylar. Salomatlikmi? Biz baxtli insonmiz. Demak, u yog'iga ilm o'rganaylik, hunar o'rganaylik, birovdan tamom qilmaylik. Albatta. Yo noto'g'ri, ina g'ayratli bo'laylik deydi-da endi. Yana bittasini aytib beray. Olimi ilmiga mag'rur, omisi isyonga g'arq. Kasna bilsin ro'zi mahshar kimni toshi kam qilur. Agar olimlar men olimman deb ilmiga mag'rur bo'lsa-yu, sodda odamlarga ilmni
odobni o'rgatmasa, hali u yoqda javob berasan. Jamiyatni odobsizligiga podshohlar emas, olimlar aybdor. O'shalar yetkazmagan odobni debdilar-da. Shuning uchun sen ilmingga mag'rur bo'lib, odamlar bilan gaplashmay yurmagan, odamlarni to'g'ri yo'lga yoshlana boshlagan deyiladi. Juda ham ajoyib fikrlar bo'ldi. Xo'p. Qo'lingdan ber va nafsga ixtiyoring. Ular oxirida zahri ajdahoyi. Judo bo'lgan moningdek dushmaningdek qutulgan nafs sarkash armaniydin deylar. Agar nafsga ixtiyoriga nafs nimalarni xohlamaydi, ixtiyorini berib qo'ysang, seni tormizi yo'q, bunshunday bir halokatga olib boradi. Sen nafsingga ixtiyorni bermagin deylar. Nafs ham bir chuvalchanda kichik narsa. Unga ozgina berib turish kerak. Lekin uni aytganda qilaversang ilonga yana aytganda qilaversan ajdahoga aylanib sohibini yutib yuboradi deydi. To'g'ri. Shuning uchun aytishlar, qutulgan nafs sarkash armaniydin deydi. Nafs sarkash nafsingga xuddi hali qul bo'lib cho'qinib qolmagin. Hammasini aytganda qilaversang, g'ayridilla cho'qinadiku bir narsa. Sen ham nafsingga xub deyversan, sen o halokatga yetaylaydi seni deyiladi endi mashlar. Shuning uchun nafsimizni ko'proq isloh qilishimiz kerak ekanda. Juda ham ajoyib suhbat bo'ldi. Va bilasizmi, mana 64 xalqaro gullar festivali o'tkazilayotganda demak Zahiriddin Muhammad Bobur istirohatgohimizda Bobo Rahim Mashrabning haykallari bor. Bu ham bejizga emas, bu ham bir ramziy ma'noda. Bemalol mana shu bilish mumkinki, aynan Bobo Rahim Mashrabning vatani bu Namangan. Ko'rayotgandirsiz aziz muxlislar, ajoyib bir demak asarlardan namunalarni keltirib sizlarni xushnud aylamoqdamiz to'g'risi va o'ylaymanki demak suhbatimiz juda ham mazmunli bo'ldi. Barcha muxlislarimiz mana bizni tomosha qilayotgan teletomoshabinlarimiz ajoyib bir o'zlariga ma'naviy hordiq olishdi, bir ma'naviy zavq olishdi deb o'ylayman. Buning uchun sizga alohida rahmatlarimni aytmoqchiman. Albatta, marhamat. Demak, Bobo Rahim Mashrab ijodidan o'sha Yevropada ep ketgan g'azallardan biz bana nimada yo'q g'azaldan bitta ep keldim, shu Martin Hartmetlar ap etgan g'azallar keyin bizni tadqiqotchilar o'rganib berishdi. Demak, tinglaymiz. Bobo Rahim Mashrab g'azallari. Ko'ydi jonim o'rtanib, ul yor kelmaydir hanuz. Kutib o'tibdilar endi. Jon dimoqqa yetdi, ul dildor kelmaydir hanuz. Ko'ydi hamma kul bo'ldi, bag'rim. Ul sarvaqatning ishqidan ko'rganlardi bir marta. Muncha ham berahim ekan, ko'ngilga kelmaydir hanuz. Zulfini tushda ko'rarman, to'lg'orman har sahar. Zulfini o'sha yorri, zulf deb yorri aytibdilar. Tushda ko'rarman har safar. Zulfining ultordan ko'ngil uzilmaydir hanuz. Endi zulfi bu yerda sochi tolasiga ulangani hech ayrilmaydi demoqchilar. Layli va Majnun mening ishqimdan olurlar saboq. Majnun bilan Layli va Majnun mendan meni ishqimdan olsunlar saboq dedilar. Dilberim oshiqligim ko'zga ilmaydir hanuz. Mashrafiy devonining umri yovuq etdimu ekan, shuhi beparvo mening fikrimni qilmaydir hanuz. Mana chaqirmutdiya dedilar-da. Endi Bobo Rahim Mashrabda endi oxirgi nima baxtida qabrlari baxtida bag'ini ham endi yangilab eshitib qo'yishini kerak, to'g'rimi? Albatta. Bobo Rahim Mashrab shu bir haq so'zni aytaman deb bir nasihat qilsalar podshohga o'sha vaqtidagi shariat nimaki Bobo Rahim Mashrab shariatda qol ilmi bor, hol ilmi bor. Qol ilmi kitobdan o'qib olimlar o'rgatadigan ilmni qol ilmi deydi. Hol ilmi u ilohiy ilm. Qalb ilmi u. U Allohdan beriladigan ilmda bu. Hol ilmi deyiladi. Shuning uchun ular qol ilmidagi shariatdagi odamlar hol ilmini bilmasdan bular noto'g'ri tushundi. Shunda Mahmudxon degan o'sha Balx shahrida qabrlari ham o'sha yerda, Afg'onistonda. Bobo Rahim Mashrab. Shunda o'sha podshohga haq so'zni aytsalar, ularga malol kelib bu kishini ochishga buyurdi. Ina keyin bular mayli dedilar, agar taqdiratimda shu bor ekan dedilar. Ammo Oppoq xo'ja ustozlari bir vaqtida aytuvdiki, bular vali zotlar
kelajakni ko'radigan zotlar bo'lishandi. Seni kushandang Balxda o'shada Mahmudxonning qo'lida degan ekanlar-da o'sha boshda. Endi bu o'zi bir ko'rsatuvda aytib bo'lmaydi hammasini-da, endi masalaga hozir qisqacha sodda qilib shunday ekan o'sha borsalar Balxda ina o'sishga hukm qiladi. Mayli taqdiri azal bo'lsa deb turib, ina bundoq qarab butun xalqni chaqirib Do'rra ostiga ketayotganlarda yig'larda kulib borgan ekanlar. Shunda Boborahim Mashrabga butun xalq Boborahim Mashrab tomonda bo'lib yig'lab, hamma yig'lab o'slar kalla deb muhabbatlari ziyoda xalqni tursa, Mashrab nimaga kulimsiraysiz? Biz sizda motamdamizku, Mashrab desalar, haloyiq, kim o'z yorini oldiga xafa holda borgan deb to'ylar muborakni aytgan ekanlar o'shada. Men aytib beraman endi, men o'sha g'azalni, o'sha Do'rra ostida aytgan ekanlar-da buni. Albatta juda ham bir hayajondalar, haqiqatan ham inson qanchalik mas'ul bir shoirning ijodini o'rganib, uni timsolni yoritishga va timsoldagi mana shu uyg'unlikni o'zida aks ettirsa, mana shunday demak ajoyib she'rlarni xalqqa yetkazishda bir shunda jonlarga tasalli, jon shirin narsa ekanda, shunga jonlarga tasalli berib, endi dor ostiga ketayotganlarda aytarlarki, ey oshiqi janona, qadam qo'ygil mardona, dor ostiga bo'lganda bo'lma yana hayrona deb jonlarga tasalli berarlar. Qo'rqmagin deylar. Biz Allohning huzuriga ketibmiz, yor huzuriga. Jonon degan jon berganni huzuriga endi. Deb mahkam chuv biling bo'ladi, yana o'zlariga tasalli beribdilar. Mahkam chuv biling bo'la, ey mashrabi devona, qadam qo'ygul mardona, ey oshiqi janona, qadam qo'ygul mardona, dor ostiga borganda bo'lma yana hayrona. Bu ishq yo'liga kirgan albatta kechar jondan. Kechmasa agar jondan aytgan so'zidir yolg'on deb Dora ostiga chiqib to'ylar muborakni aytarlar. To'ylar muborak, ey yori jonim, to'yona bo'lsin, tan birla jonim. Jonlarim bilan tanlarini to'yona qilib yuribdilar. Oshiqi janomga-da, janomga. Ochqin yuzimni ko'rgani keldim, sen birla davron surgani keldim. Ko'ngil savolin ey yori jonim, sendin javobin olgani keldim. Savdoyu zulfing tushdi boshimga, sendin davosini so'rgani keldim. Kuysamda ming bor hajringda ey yor, ishqingda takror yong'oni keldim. Soqi qadahni qilg'il muhayyo, vahdat mayini ichgani keldim. Yana vahdat, yana o'zini huzuriga borish. Rahmat eshigin mashrabga ochig'il. Ishqing qo'yida ulg'onib keldi. Juda ham ajoyib ijro bo'ldi. Rahmat aytamiz mana shunday samimiy bir ma'lumotlar uchun. Xursand bo'ldik, to'g'risi Yusufjon aka. Va keling, mana shu yerda suhbatimizni yakunlasakda, mana shu bilamiz Boborahim Mashrabning ijodi tillardan tillarga bir dillardan dillarga kelmoqda va ayni damda qancha asrlar o'tgan bo'lsa-da, she'r qolur, shoir qolur degan so'z bejizga aytilmaganda, ularning asarlari hali hamon mana shu muxlislarning qalblarida tirik bo'lib yashamoqda. Sizga albatta rahmat aytsak, xush kelibsiz yana. Sizlarga ham rahmat. Boborahim Mashrab o'zbek xalqining qalbiga ko'milganlar-da. Albatta. Hammamizning qalbimizda Boborahim Mashrab. Rahmat aytamiz.